Qanday qilib biz o'sha miyaning quvvatini oshiramiz? Surunkali charchash, holsizlik, lanjlik, miya uxlab yotibdi. Miyani uyg'otish kerak. Miyani uyg'otadigan serotonin degan gormon bor. Yuzda bo'lgan bobo keldi. Odamni o'zini o'zi davolash siri, barcha kasallar davolash siri haqida ma'lumot bergandim. Bugun qanday qilib biz o'sha miyaning quvvatini oshiramiz? Qanday qilib biz ichki energiyamizni oshiramiz? Mana shu ichki energiyalarimizni oshirib, boshqa kasalliklar ko'plab o'sha ko'payib ketayotgan kasallarni oldini olamiz. Barcha kasalliklar negizida aslida miya turadi. O'zi misol uchun bizlar o'sha miyamiz bilan organizmni boshqaramiz. Miyamizni agar uyg'otsak, miyamizni to'g'ri boshqarishni o'rgansak, bizlar o'sha kasalliklarni yengib chiqamiz. Misol uchun insult, infarkt, surunkali charchoq, surunkali og'riqlar, hazm qilishdagi muammolar ko'plab kasalliklarning negizida bizlar turayotgan o'sha miyamiz uxlab yotgan bo'ladi. Biz o'zimiz bilmaymiz o'sha narsani. O'sha narsani miyani uyg'otish kerak. Nima qilish kerak buning uchun? Buning uchun bizlar o'sha kecha ma'lumot berib o'tdim. To'g'ri hayot tarzi, to'g'ri hayot tarziga amal qilish kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak deb ma'lumot berib o'tdim. O'shandagina bizlar o'sha miyaning quvvatini oshirib boramiz. Agar bizlar miyaning quvvatidan maksimal darajada foydalansak, miyaning quvvatini oshirsak va miyani uyg'otsak, bu organizm kasalliklardan forig' bo'ladi. Ortiqcha kasalliklar sizlarni qiynamaydi. Misol uchun, hozirgi kunda surunkali charchash, holsizlik, lanjlik, depressiya, ishyoqmaslik, stress, misol uchun kun davomida o'tirsa ham o'tirib charchab ketadi, ish yoqmay qoladi yoki bo'lmasa yoki boshqa kasallar, mana hazm qilishdagi muammolar yoki bo'lmasa o'sha yurak sohasidagi dalnina bilan mana ko'payib ketadi. Misol uchun mening sohamda mana ayniqsa mana hozir aytib o'tganim 90% balki undan ham ko'payib ketdi xalq orasida. Eng ko'pi mana misol uchun stress, surunkali charchoq, hazm qilishdagi muammolar ko'payib ketyapti yoki bo'lsa o'sha stress bilan bog'liq muammolar, dalnina, yurakdagi muammolar ko'payib ketyapti. Bunga nima sabab bo'lyapti? Bunga sabab o'sha miya uxlab yotibdi. Miyani uyg'otish kerak. Agar sizlar miyani uyg'otib, miyadan har bir narsani to'g'ri boshqarib bilsalaring, hech qanday kasallik sizlarni yengib o'tolmaydi. Nima qilishimiz kerak? Mana hozirgi kunda o'sha bugun qisqaroq nimaga sizlarga tushuntiray. Charchash, lanjlik, holsizlik, ish yoqmas. Sababi nima bo'lyapti? Sababi bunda miya uxlab yotibdi. Miya uxlab yotibdimi? Nima qilishimiz kerak? Uni uyg'otishimiz kerak. Birinchi o'rinda mana shunday holatlar bo'lyaptimi? Buni sababini topinglar nimadanligini. Charchayaptimi? Boya quvvat ko'taradigan energetiklar yoki bo'lmasa o'sha kola, Pepsi, fleshlar ichmanglar. Ular nabrot energiyani olib qo'yadi. Sizlarning bor kuchlaringni olib qo'yadi. O'sha charchashni, holsizlik, lanjlikni, ish yoqmaslikni, o'sha bundan tashqari kasalliklar, yurak kasalligi yoki bo'lmasa boshqa insult kasalligi, infarkt kasalligi, nevrologik kasalliklar bularni ko'paytirib yuboradi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda mana shu biz miyamizni uyg'otishimiz uchun birinchi o'rinda hayot tarziga amal qilish kerak. Kecha ham aytib o'tdim, nima qilish kerakligini. Layklarni bosib qo'yinglar, boshqalarga ham yetib borsin. Juda ham muhim ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni agar sizlar buni qilib bilsalaring, miyalaringni uyg'otsalaring, inshaalloh mana sizlar nafaqat sog'lom bo'lib yurasizlar, balkim miyalaringga shunday g'oyalar paydo bo'ladi, shunday motivatsiyalar paydo bo'ladi, kasalliklar esdan ham chiqib ketadi, tuzalib ham ketasizlar. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda miya quvvatini uyg'otish uchun birinchi o'rinda uning sababini topishimiz kerak. Sababi nimadan bo'lyapti? Hazm qilish sistemasidanmi? Yoki bo'lmasa surunkali stressdanmi? Yoki bo'lmasa surunkali charchashdanmi? Yoki bo'lmasa bizlar kam harakatdan bo'lyaptimi? Nimadan bo'layotganligini birinchi o'rinda topib olishimiz kerak. Hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan, eng ko'p bo'layotgan holatlar mana hozir kecha aytib o'tdim, kam harakat va noto'g'ri ovqatlanish. Mana shuning hisobiga miya quvvati tushib ketgan. Miya quvvati tushdimi, odamlarda ishga bo'lgan xohishi yoki bo'lmasa o'sha hayotga bo'lgan xohishi, motivasiyalari pasayib ketyapti.
tushkunlikka tushib ketyapti. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Qisqacha aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda eng zo'r miya quvvatini oshiradigan narsa ertalabki harakat. Agar sizlar ertalab turib harakatni yaxshilasalaring, ertalab turib kamida yarim soat 40 minut yursalaring, eng birinchi udar miya quvvatini uyg'otadigan narsa, eng birinchi narsa. Miya quvvatini oshirsalaring, uyg'otsalaring, kasalliklar sizlarni qiynamaydi. Barcha kasallarni yengib o'tasizlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Like'larni bosib qo'yamiz. Boshqalarga ham yetib borsin. Ikkinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Hazm qilish sistemasini yaxshilash kerak. Ya'ni ovqatlanish tizimini to'g'irlash kerak. Bitta narsa, miyani uyg'otadigan serotonin degan gormon bor. Serotonin degan moddasi bor. Bu serotonin kayfiyatni ko'taradi. Miyani shunday svet yonganda miyada o'sha signal paydo qiladi, yonish signalini. Mana shu narsa eng asos 80-90% oshqozon ichakda ajralib chiqadi. Qolgani 15% miyaning o'zida ajraladi. O'sha 15% ham miyada yetadi. 70-80% oshqozonda ajralib chiqadi. Agar sizlar o'sha hazm qilish sistemasini, ovqatni palapatish ovqatlanaring, xamirli ovqatlar, shirinliklar, bular qovurilgan ovqatlar, energetik va rangli narsalar bu miya quvvatini tushirib yuboradi, uyg'otmaydi. Naborot charchash, holsizlik, lanjlikni ko'paytirib yuboradi. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, o'sha biza miyamiz quvvatini oshirish uchun ozgincha ovqatlanishga e'tibor qilishimiz kerak. Mana men aytib o'tgan ovqatlarni cheklashimiz kerak. O'rniga oqsilga boy mahsulotlarni, ko'katlar, mevalar yoki bo'lmasa o'sha dukkakli mahsulotlar, chaqchuqlar, mana shu go'sht mahsulotlari ham qaynatib yoki bo'lmasa dimlab, mana shunday qilib iste'mol qilsalaring, bu miya quvvatini oshiradi. Miya quvvati oshgandan keyin kasalliklarni yengib o'tasizlar. Xo'p, assalomu alaykum. Like'larni bosib qo'yingizlar, boshqalarga ham yetib borsin. Ikkinchi o'rinda miya quvvatini tushiradigan narsa mana shu ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlanish. Uchinchi o'rinda nima qilamiz? Agar bizlar shu harakatni yaxshilab, birinchi o'rin, ikkinchidan ovqatlanishni to'g'ri qilsalaring, 70% sizlar o'zi miyani uyg'otgan bo'lasizlar. Nima sababdan? Oshqozon ichakda ham serotonin bor. Serotonin ajralib chiqadi. Bu serotonin kayfiyat gormoni. Undan tashqari bizlar hazm qilish uchun miyadan qonlar hammasi oshqozonga ketib qoladi. Miyadagi qon oshqozonga ketdimi? Hazm qilishga sarflanyaptimi? Hamma qon uyqu bosadi ovqatdan keyin. Uxladilaring, bu yoqda o'sha hazm bo'ladigan bo'la, qolgani yig'laveradi. Battar o'sha miyamizning quvvati tushib ketaveradi. Miya uyg'onmaydan uxlab yotaveradi. Battar o'sha charchash, lanjlik, holsizlik, ish yoqmaslik, mana shu kasallik, butun tanadagi og'riqlar, bo'g'im og'rig'i bo'layotgandir mana. Kimda bo'layapti? Qani oralarini mana bizni kuzatuvchilarimiz kimda mana shu holatlar bo'layapti? Charchash qani yozinglar. Charchash, holsizlik, lanjlik, ish yoqmas yoki bo'lmasa bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i, bo'g'imlardagi og'riqlar, ich qotib qolish bo'ladi, hech narsa yoqmaydi. Misol uchun kimda bo'layapti shunday? Kimda bo'layotgan bo'lsa yozinglar mana. Chunki bu yerda miyaning quvvati tushib ketadi. Agar energichni odamlarni ko'rgansizlarki, umuman charchamaydi. Miya quvvat uyg'onib turgan menda ham. Qani? Yaxshi. Kimlarda bo'layapti shu holatlar? Yozamiz. Kimda mana shu miya quvvat tushib ketgan, ya'ni charchash, lanjlik, holsizlik, ish yoqmas. Uxlab tursa ham bor-ku, uxlaganday bo'lmaydi. Uxlab turayapti. Hozir mana 8 soat uxlayapti, 10 soat uxlayapti. Dam olganday bo'lmaydi unday insonlar. Nimaga shunday bo'layapti? Sabab kimda bor shu holatlar? Yaxshi. Mana bittasi yozdi, ovqatlangandan keyin, choydan keyin bosh og'riydi. Mana shunaqa holatlar bo'layotgan ekan. Ko'pchilik mana ayniqsa mana ovqatlangandan keyin ko'pchilik uyqu bosadi. Yoki bo'lsa umuman kun davomida ish yoqmaydi, charchab yuradi o'sha. Yoki bo'lsa qancha dam olsa ham o'tirib ishlaydi, qiladigan ishi yo'q, o'tiradi, 3 ta narsani yozadi, o'tirib boshqa, lekin charchab ketaveradi. Bu yerda asosiy nima? O'sha miyaning quvvati uxlab yotgan bo'ladi. O'sha bizlar miya quvvatini uyg'otib varsak,
barcha nimalarni yengib o'tamiz. Xo'p, davom etamiz, davom etamiz. Mana ikkinchi o'rinda o'sha ovqatlanishni aytib o'tdim. Birinchi o'rinda harakat. Harakatda obzatni to'g'ri qilish kerak. Ertalabki kechqurungi harakatlar qilsalaring uyg'onadi. Harakat kamayib ketdimi, o'sha miya uxlab yotadi, quvvat tushib ketadi. Ikkinchi o'rinda ovqatlanishni aytib o'tdim. Uchinchi o'rinda nima? Miya quvvatini uyg'otadigan. Uchinchi o'rinda bizlar o'sha stresslar miya quvvatini tushirib yuboradi. Stresslar, siqilishlar, atrof muhitdagilar. O'sha narsadan uzoqroq turinglar. Agar sizlar mana shu siqilishlardan, stresslardan uzoqroq tursalaring, miya quvvatlaring yanada oshadi. Mana hozir sizlarga bitta uyda qilib turadigan narsani aytaman. Bir hafta qilinglar. Ertalab turinglar. Ertalab turib, har kuni bir stakan suv ichinglarda kuniga 40 minut yurib kelinglar. Har kuni ertalab birinchi qilgan ishlaring. Ikkinchidan, ertalab umuman xamirli ovqatlar, shirinliklar yemanglar. Shirinliklar, kofe ichsalaring ham shakarsiz ichinglar. Ertalab shirinlik bu bizning quvvatimizni olib qo'yadi, energiyamizni olib qo'yadi, miya quvvatimizni olib qo'yadi. Non bilan shirinlik eng ko'p yeydiganimiz ertalab shirinlik bilan non yeydi. Mana shu narsani to'xtatinglar-da. Kun davomida ish faoliyatlarini ko'rsa, bir haftadan keyin ko'rasizlar. Ertalab nima yeb ketinglar sizlarga? Yong'oq, mayiz, chaqchuqlar yoki bo'lmasa tuxum, mana shunday narsani yenglar. Bir hafta qilib ko'ringlar, keyin o'zlarini sezasizlar. Obedgacha shunday energiya ishlasizlar, charchamaysizlar. Misol uchun ishxonaga ishga borib shunday o'tirsalaring, ish yoqmaydi. Ertalabdan o'zi uxlab kelgansizlar, dam olib kelgansizlar. Bu odam boshlar qancha ish buyurgan, ish yoqmaydi, charchab o'tirasizlar o'tirgan joylarida. Chunki o'sha miya quvvati tushib ketgan, uyg'onmagan bo'ladi. Birinchi o'rinda mana shu ertalabki shirinlik bilan xamirli ovqatlarni, quyuq ovqatlarni to'xtatinglar. Ertalab 40 minut yurib kelinglarda, ikkinchidan qilinadi ish bizcha chaqchuqlar, nimalar, ho'l mevalar yoki bo'lsa pista, bodom, yong'oq, mana shu kabi mahsulotlar iste'mol qilinglar. Birinchidan, ikkinchidan, obedda odam ovqatlanish kerak. Ovqatdan keyin ko'pchilikda uyqu bosadi, yotadi, obeddan keyingi og'ir o'tadi. Mana bankda ishlaydigan bor, boshqa yerda ishlaydigan bor. Obeddan keyin ishi shunday og'irlashadi yoki uyda ota-onalarimiz bor, yoshi katta insonlar bor, shu qiynaladi, ovqat yegandan keyin shu ichi qotib qoladi yoki bo'lsa charchab qoladi. Bular qiynaladi. Nima qilish kerak? Obedda abzatni suyuq ovqat, go'shtli ovqat yeysalaring bemalol, qaynatib, oqsilga boy mahsulotlar. Bular sizlarga kuch beradi, energiya beradi, miyaning quvvatini uyg'otadi. Shuning uchun obedda bizlar bundan tashqari, miya quvvatini uyg'otishdan tashqari, mana insult olganlar bor, infarkt olganlar bor, yoki bo'lsa bo'g'im og'riqlari, bel og'riqlari, bosh og'riqlari, umuman og'riqlardan qiynalayotgan, nevrologik og'riqlardan qiynalayotgan bemorlar bor. Ularga ham yordam beradi. Ular ham o'sha o'zini o'zi tiklab oladi. Miya quvvatini uyg'otish bilan birga tanadagi o'sha bel og'rig'idan, bosh og'rig'idan, bo'g'imlardagi og'riqdan, surunkali og'riqdan qutuladi. Shuning uchun hurmatli auditoriya, bizni kuzatayotgan insonlar, biza o'sha boyagi obedda yeydigan taomlarni go'shtli qilinglar, quyuq qilmanglar, suyuq go'shtli qaynatmanglar, mevalar bilan boy birgalikda iste'mol qilinglar. Lekin o'sha obedda ko'pchilik birinchi ovqat, quyuq ovqatdan keyin iziga yana kamiga shirinlik yeydi. Yo'q, to'xtatinglar. Bugundan boshlab eshitayotganlar to'xtasalaring, bir haftada o'zgarishni ko'rasizlar tanalaringda. Sog'lom bo'lib bersizlar. Layklar bosib qo'yinglar, boshqalarga ham yetib borsin. Keyingisi o'sha misol uchun sizlar agar oqsilga boy mahsulotlar iste'mol qilsalaring, obedda o'sha go'sht, ho'l mevalar, rezavor mevalar, ko'katlar iste'mol qilsalaring, obeddan keyin umuman uyqu bosmaydi. Mana bunday mo'dirab o'tirmaysizlar, uxlab o'tirmaysizlar, charchab o'tirmaysizlar. Nimaga charchamaysizlar? Chunki bizda eng asosiysi miyani uxlatib tashlaydigan, ichki energiyamizni olib tashlaydigan narsalar, bular o'sha shirinlik bilan nonga bo'kib yeb kelishimiz. Mana shu narsani, ikkita narsani shirinlik bilan nonga bo'kmay yenglar, go'sht yenglar, tandir go'sht yenglar, nonsiz yenglar, barakat topkira, shirinliksiz yenglar. Shirinlik dasturxonda shirinlik bo'ldimi? To'xtatinglar. Assalomu alaykum. Salom berganlar ko'payib ketdi. Yaxshimisizlar?
Like'larni bosib qo'yinglar, boshqalarga ham yetib borsin. Juda ham muhimda, juda ham muhim. Miyalaringning quvvatini uyg'otsalaring, inshaalloh kasalliklardan forig' bo'lasizlar. Xo'p, obeddan keyin mana shunday sizlar energetичный bo'lib, quvvatli bo'lib, charchamay o'sha hamma narsa ishlaringda bir necha karra ishlaring oshib ketadi. Ya'ni bir necha karra deganda nima? Ish quvvatlaring oshib ketadi. Ya'ni o'sha ish quvvat bo'lganda o'sha obeddan keyin ham bemalol ishlarni qilasizlar yoki boshqa ishlar bo'lsa, boshqa ishlarni ham qilib ketasizlar. Hammasiga ulgurasizlar, ulgurib bilasizlar. Xo'p, undan keyingisi nima? Undan keyingisi kechki paytga borib, kechki paytga bir hafta davomida qilinglar, baraka topkurlar. Keyin ko'rib bilasizlar. Mana shunda o'sha miyaning quvvati uyg'onadi. Miya quvvati uyg'ondimi? Mana boshqa o'sha kasalliklar aytib o'tdik-ku, butun tanadagi og'riqlar yoki bo'lsa charchashlar, stresslar, depressiyalar yoki bo'lsa buning asoratidan bo'ladigan insultlar, infarktlar yoki falaj bo'lib qolishlar, bularni yengib o'tasizlar. Albatta yengib. Nervlar uyg'ongandan keyin hamma narsa tiklanadi-da. Misol uchun falajda ham tiklanadi, insult ham tiklanadi, o'sha quvvat ham tiklanadi yoki bo'lsa o'sha og'riqlar ketadi. Bu hammasi o'sha miyadan boshqarilayotgan narsa. Bizga miyadan signal beradi-da, organizm charchatadi. Agar o'sha miyamiz uyg'onib hammasini to'g'ri boshqarib bilsa, qo'l ostidagilar hammasi yaxshi ishlaydi. Oddiygina misol. Agar bir kuni rahbar ishga kelmasa, qo'l ostidagilar bilganini qiladi. Agar mana bu rahbarni to'g'ri sog'lom qilib ishga olib keltirib, shuni kontrolda olib qo'ysa, butun tanani izdan chiqarib yormaydi. Bilganini qilmaydi. Yurak bilganini qilmaydi, oshqozonchak bilganini qilmaydi yoki bo'lsa boshqa yerlar bo'g'imlar bilganini qilmaydi. Ya'ni organizm o'zini o'zi davolab turadi. Miya sen deydi o'zgarish bo'ladimi? Tez o'zing davola. Boshqa. Shuning uchun biz o'sha miyamizni uyg'otib olishimiz kerak. O'sha miyadagi va uxlab yotgan serotoninlar bor, uxlab yotgan jarayonlar bor. Shu miya uyg'onib ketgandan keyin bo'ldi. Sizlar o'sha boya aytganimdek kasallikdan yengib o'tasiz. Kechqurungi ovqatga kelganimizda, kechqurun nima qilish kerak? Kechqurun yengil ovqat yenglar. O'sha karamdan bo'lgan sho'rvalar, iloji boricha kechqurun non, shirinlikdan voz kechish kerak. Mevalar yenglar, sut, qatiq mahsulotlar yenglar. Misol uchun ba'zi kasalliklarda bor, buyurilmaydigan kasal, lekin asosan o'sha bizni kuzatayotgan insonlarda ota-onasi yoki bo'lsa o'sha bu yosh ulug' insonlar sog'lom bo'lib yuraman desa agar yoki bo'lsa o'sha yoshlarning farqi hozir ishlaydiganlar ham yosh ulug' insonlar ham eshitsin buni. Shu narsalarni qilsin. Shu narsalarni qilsa o'sha sog'lom bo'lmaydi, kasal o'tadi. Sizlar ham kuzatuvchilar, ota-onangiz yosh ulug' ota-onalar bormi? Ularga aytinglar, ularga o'sha men aytayotgan narsalarni qilsalaringiz, o'sha miyasini uyg'otsalaringiz, boyagi to'g'ri ovqatlanishga o'tkazsalaringiz, ertalab harakatga olib chiqsalaringiz, ko'rasizlar sog'lom bo'lib yurishini. Kechqurunga nima qilinglar? O'sha kechqurun yana tugatib qo'yaylik. Yengil ovqatlaninglar. Yengil ovqatlanganda suyuq ovqat, karamdan bo'lgan yoki ho'l mevalar yoki bo'lsa o'sha salatlar, sut, qatiq mahsulotlar, shunday mahsulotlar iste'mol qilinglar. Kechqurun eng og'ir va eng ziyon narsalar, misol uchun hamma aytib o'tadi. Hamma aytgan narsani men ham yana aytishim kerak. Qisqacha aytaman, xamirli ovqatlar bilan shirinlik qovurilgan narsa bo'ldi. Mana shu narsani kechqurunga cheklashimiz kerak. Agar shu narsani cheklasak, keyin ko'rasizlar, xudo xolasa, sog'lom bo'lsa. Mana yaqinda bir bemor keldi, mana bemor keldi. 2 oy oldin, 2 oy emas, 6 oy oldin kelgandida keldi, gaplashdim. Doktor dedi, sizga rahmat dedi. Bitta o'sha men tavsiya qilib resept tuzib bergandim bemorimizga o'sha. Bemorga resept tuzib berdim. Ya'ni men parhez qila olmayman dedi. Och yura olmayman dedi. Och qolsam dedi, o'sha asam buziladi dedi. Lekin o'sha miya quvvat tushib ketgan. Uni biz uyg'otishimiz kerak edi. 10 kun lichina qildik. Ularga o'sha tavsiyalarni qildik. Lichina qilib o'sha nina bilan uyg'otdik, keyin to'g'ri ovqatlantirib, uyga borib hozir aytgan tavsiyalarimni qiling dedim. Uyda qildi. 6 oydan keyin kelyapti. Men dedi, oldin dedi, ishlasam, misol uchun qo'llarim og'rirdi. Yursam oyoqlarim og'rirdi dedi.
ish qilsam deydi, ish qilsam charchab ketaverardim deydi. Yoki bo'lmasa ovqat yeganimdan keyin uyqu bosadi. Eshityapsizlarmi? Ovqat yegandan keyin uyqu bosadi. Lanch bo'lardi. Yoki bo'lmasa bo'g'imlarim og'rirdi dedi. Mana bu yillar osilib ish qilgan paytda qaqshar ekan, ertasi kuni qaqshab yotgan. Keyingi davlinam chiqib boshlardi dedi. Hazm qilishimda muammo, ichim qotardi, dam bo'lar dedi. Mana shu narsani qilibdi. O'sha men deydi hozir 3-4 soat dalada ishlasam ham deydi. O'sha resept tuzib berdim, ovqatlanish qilib edik. Dalada ishlasam ham deydi. Umuman charchamayman deydi. Mushaklarim og'rimaydi. Baraka toplar, mushak qachon og'riydi? Agar oqsilga to'yinsa, umuman og'rimaydi. Boya biza o'sha yetgan uglevod, shirinliklar bo'lib qolsa, mana bu choynakni olib, bu yoqqa qo'ysalaring ham borki, mana shu qo'l og'rib qoladi. Yoki bo'lsa charchab qolasizlar. Bir 200 metrga yurib kelsalaring ham charchab bir dunyo ish qilganday bo'lasizlar. Bunga sabab o'zlaring bo'lyapti. Bunga sabab harakatlaring kam, yeyotgan ovqatlaring hammasi ziyon berayotgan ovqatlar bo'lgani uchun. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, mayli kimdir o'sha gapirayotgan paytda yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Yoshlar endi misol uchun 20 yoshda, deydi, kerak emas gapiraver. Yoshi katta insonlar biladi buni. O'zidan o'tganni o'zi biladi. Agar mana shu sizlar aytayotganday shu narsalarni qilib yuringlar-da. Kecha anoda gapirib o'tdim. Bitta ichaklarni tozalab olib turib, tubajda gapirib o'tdim-da, o'shani qilinglar-da. Keyin to'g'ri ovqatlanib tursalaring, keyin miya uyg'onadi. Bu ikkinchi kuni, ikkinchi bosqichda yanada kuchaytirishimiz uchun, yanada uyg'otishimiz uchun. Shuning uchun ko'plab bemorlar mana oddiygina dorilarsiz hamda, dorilarsiz hech qanday misol uchun ukollarsiz, kapinsalarsiz tuzalib ketyapti. To'g'ri, ba'zi kasalliklar bor. O'tkir insult bo'ldi, infarkt bo'ldi, yoki bo'lsa geyna ba'zi nevrologik kasallik bor. Zudlik bilan yordam ko'rsatish kerak. Ularga dori darmon kerak. U 10%, 15%. Lekin xalqimizning 80%, 90% doriga o'tirib qoldi. Dori iste'mol qilyapti. Bor yo'g'i butun 40 million aholining bor yo'g'i 10%ga yoki bo'lsa 15%ga kerak dori o'zi. Aslida u ham bo'lsa qachon? O'tkir holatlarda kasal bo'lgan paytda. Lekin agar o'shalar ham mana miya quvvatini uyg'otsa yoki bo'lmasa miya quvvatini, ichki energiyasini oshirsa, to'g'ri hayot tarziga amal qilib tursa, kasal bo'lmaydi. Kecha 100 da bo'lgan bobo keldi. 100 da bo'lgan. Bir 3 oylik ham 100 bo'lgan. Bobo keldi, sog'lom yuribdi, zdorov yuribdi. O'zi yurib, o'zi kelyapti. Mashinada ham o'zi kelib, o'zi ketyapti. 100 da bo'lgan bobo, Xudo xolasa ertaga nasib qilsa bir olib nima qilaman, ko'rsataman. O'sha bobodan suhbat oldim. Qanday qilib dedim, mana shu 100 yoshgacha dedim, biror marta shifoxonaga bormagan ekan, biror marta kasal bo'lmagan ekan. Nima qilgan ekan u bobo? U har kuni qat'iy rejim, hayot rejimiga yashagan ekanda, har kuni dedi men ertalab dedi, voqli turardim dedi, bomdoddan keyin dedi, yarim soat har kuni yurardim dedi. Qishmi, yozmi, bahormi dedi, har kuni yurardim dedi. Ovqatlanishimga e'tibor qilardim dedi. Ovqatlanishim dedi, o'sha ovqatlanish nima bo'lgan? Ovqatlanishda boyagi hozir u eski paytda nima bo'lgan? Hammasi tabiiy bo'lgan. Hammasi tabiiy bo'lgan. Tabiiy narsalardan oziqlandim. Chetdan kelgan mahsulot yoki esa sitrus mevalar boshqa bo'lib qolsa, umuman yemagan. Shirinliklarda umuman yemaganman deydi, shirinliklarda. Go'shtni yeganman deydi, go'shtni qaynatib yerdim deydi, yoki bo'lsa dimlab yerdi, qovurmagan. Mana o'sha bobo sog'lom bo'lib yuribdi. Yuragini tekshirib, yurakda umuman muammo yo'q. Yoki bo'lsa boshqa a'zolarda umuman muammo yo'q. Keldi, nevaralari, bolalari qo'ymay, bolalari ham 60 dan oshgan. Nevaralari 40 dan oshgan, nevaralari qo'ymay 40-50 dan oshgan, kelib o'sha otaxon 100 da bo'lgan otaxonga keling bir lichini olib keting, ko'rinib keting degan shu yelkalariga kelib lichini olib ketdi. Lichini olganda ham qanday qilib ularga tabiiy giyohlar berdik, nina qo'yib, yanada quvvatini, o'sha miyasining quvvatini oshirish uchun lichini qilib berdik. Ularga dori-darmon yozmadik.